Kia Sorento avtomobilimiz 2026-yil yangilangan restyling versiyasini Kia Olmaliq avtosalonidan boshlanish to'la atiga 30% bilan xarid qilish yo'llarini men sizga tushuntirib beraman. Avvalambor, assalomu alaykum. Men Kia Olmaliq avtosalonida menejer lavozimida ishlayman. Avtomobilimiz Kia Sorento 2026-yil restyling versiyasi. Kapotning tagida 3.5 atmosferli motor V6 obrazkali motor jihozlashtirilgan va unda 272 ta ot kuchi bor. Shahar ichida smeshinniy rasxodini oladigan bo'lsangiz, 10 litrdan 15 litrgacha bo'ladi. Bu qanaqa holatda 10 litrli yoki 9 litr rasxod qilishi o'zingizga bog'liq bo'ladi. Probkada yoki juda ham ko'proq joylarda manevr qilib, avtomobilda asosan nagruska berib haydaydigan bo'lsangiz, u holatda rasxodi ko'payadi. Bu bitta bunda emas. Xohlagan avtomobilingizni ham xuddi shu narsani ko'rsangiz bo'ladi. Avtomobilimiz Koreya sifati asosida ishlab chiqarilgan, o'zi Koreyaning avtomobili hisoblanadi. Avtomobilimizga 5 yil kafolat beramiz. Probegini hisobga oladigan bo'lsa 150 ming kilometr. 150 ming kilometr yoki 5 yil qaysi biri birinchi keladigan bo'lsa, garantiya bismi o'sha joyda to'xtaydi. O'rtoqlar, boshlanish to'la 30% bilan xarid qilishni videoda oxirida tushuntirib beraman. Hozir avtomobil bilan tanishtiraman. Bizda Kia Olmaliq avtosalonida, faqatgina Kia Olmaliq avtosalonida bitta avtomobilni xarid qilsangiz, ikkinchi avtomobilni ham tekinga qo'shib beramiz. Bu qanaqa bo'ladi? 1-may sanasiga qadar Kia Olmaliq avtosalonidan Kia'ni xohlagan modelini xarid qilib oling. Men sizga 1-may kuni rasmiy ochilish marosimimizda Kia Sonet avtomobilini bepulga yutib olish imkoniyatini taqdim etaman. Ya'ni omadli barabanimiz bor. Siz shartnoma raqamingiz va avtomobil sotib olganligingiz, ismi sharifingiz to'liq yozilib, o'sha joyga tashlanadi va 1-may kuni omadli baraban. Endi omadingiz bo'lsa yutasizda. Avvalambor Allohdan so'rang. Avtomobilni kelib Kia Olmaliq avtosalonidan xarid qiling, qo'shimcha bonuslar bilan birga 1-may kuni omadingiz kelsa, ikkinchi avtomobilni tekinga yutib olib, keningizgami yoki ukangizgami, akangizgami yoki dadangizgami shundoqga podarka qilsangiz bo'ladi. 1+1. Endi avtomobilning xarakteristikasini tushuntirib beraman. Kia Sorento avtomobilimizni baloniga ahamiyat beradigan bo'lsak, birinchi navbatda buni diskalarga ahamiyat bering. Bu yangilangan diskalar, bular litiy diska hisoblanadi va bular R19 radiusda ishlab chiqarilgan, hatto shinasiga ahamiyat bersangiz Goodyear. Avtomobilda oddiy shinasida Goodyear ishlatilgan bo'lsa, ichki salonlarda qanaqa materiallar ishlatilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni avtomobilda sifatini oddiy balonda o'zi gapirib beradi. Birinchi navbatda avtomobilimizni bokovoydan boshlaymiz. Ya'ni bokovoyda 360 gradus kameralari bilan jihozlangan. Bundan tashqari silpoy zona, ya'ni ko'rinmas zonalar bor. Silpoy zonaning asosiy vazifasi, siz mabodo bokovoydan ko'rinmaydigan joyda siz pоворot bilan chiqaman, siz mashina bo'lsa avtomatik tarzda yonib, sizga xabar qiladi. Bu avtohalokatni oldini oladi. Ya'ni beskuluchavoy dostup bor. Beskuluchavoy dostupda eng zo'r fishkalardan bittasi kalit tog'li yoqib o'tirmaysiz. Kelasiz, knopkani bosasiz, ochiladi. Knopkani bosasiz, yopiladi. Endi ichki salonga bitta nazar solamiz. Ko'rsiz, oynalari ham ko'k qilib ishlangan. Bu 10-15% atrofidami, tonirovka deyiladi. Ichki salonlari to'laligicha koja. Mana ahamiyat bersangiz, bularda to'rala oynalari, bokovoylari, bularda pamtli sideniya, bularda podsvetniy hamma narsasi bor. Oddiy eshigini o'zida. Endi ichki saloniga bitta o'tiramiz. Ichki saloniga o'tirsangiz, bunda asosan monitorlar ozgina kattalashtirilgan va funksionalni to'ldirilgan. Ya'ni 2026-yil restyling versiyasida. Rulida abagrev bor, multifunksiyonalni rul hisoblanadi va bunda adaptiv kurs kontrolimiz, kelgan oldida mashina kelib qolsa mabodo ushlab qo'yadi. O'sha funksiyalar hisoblangan holatda adaptiv kurs kontrol bo'ladi. Ya'ni samat armajeniyalar bor. Yo'ldan bironta xavf chiqib turib, mashinaga shikast yetkazadigan holati bo'ladigan bo'lsa, unda avtomatik tarzda tormojeniya beradi. Yokida odam chiqib qoladigan bo'lsa, odamning hayotini saqlab qolish ehtimolligi ham juda yuqori bo'ladi. Bu siz uchun aynan sizni o'ylagan holatda ishlab chiqarilgan. Avtomobilimizda airbag funksiyalari общий hisobda, meni bilishim bo'yicha 12 tami shunaqa deyishdi, yoki 8 ta yoki 12 ta. Bu degani xavfsizligi juda ham yuqori. Ya'ni sizni oldingizdan ushlaydi, bu yoqdan ushlaydi, bu yoqdan hatto magnitlardan, qo'shimcha sideniyalardan ham chiqadi, hatto orqada detskiy sideniyangiz ham airbag funksiyasi bor va nima desam bo'ladi, bolalaringizni xavfsizligini ham shu tomonlama o'ylashgan. Haqiqiy baribir Koreyada nima ishlab chiqarayotganini o'zi juda ham yaxshi biladi. Monitorlar splashni qilib ishlangan, bular ham restyling hisoblanadi, funksionalni boyitganimdek boyitilgan. Endi ichki salonlarda misol uchun bu yoqlarni tushuntirib beraman. Abagrev sideniya bor, abduf sideniya bor, pamtli sideniya bor. Bularda shaybalari, mana Skorsga ahamiyat bersangiz, shaybali qilib ishlangan. Bu faqat eng full komplektatsiyalarda bo'ladi. Bundan tashqari avtomobilimiz umumiy hisobda 9 ta naqada ishlaydi.
funksiyada ishlaydi. Eko, sport, normal, tog'li funksiyalari yoki nishablik pastga tushayotgani, tepaga chiqayotganlarigacha yoki siz off-road qilib haydamoqchimisiz, bularga ham to'g'ri kelaveradi. Nimaga desangiz, bularda funksiyalari ko'proq. Ya'ni avtomobilda xarakteristikasida AVD sistem bo'ladi. To'g'rilar g'ildirida ham bemalol harakatlana oladi. Hatto to'g'rilar g'ildirida harakatlanishini ham o'zingiz avtomatik uzib netib ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni ichki salonlarni mana ko'rib turibsiz, ancha keng, patologlar ham baland bo'ladi. Panorama tom bor. Hatto birinchi pozitsiyasini oladigan bo'lsangiz, ularda ham panorama tomlarigacha ham qo'yilgan. Даже mana bu Bradway oynasiga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, mashinani avtomatik zadniga uradigan bo'lsangiz, mana shu yonib turib, sizga orqa tomonni shunday ko'rsatib beradi. Ya'ni siz qanaqa bo'lyapti, qanaqa ketyapti deb qarab yurishingiz shart emas. Mana shu o'zidan ko'rasiz. Juda ham tiniq ko'rsatib beradi. Men o'zim hayron qoldim. Oldinlari bunaqa kачественный bo'lmagan, lekin hozir вообще kачество zo'r. Avtomobilimizning ichki salonlarida ham, misol, ashyoynasini aytadigan bo'lsak, juda ham seryozni qilib ishlangan. Bu meni shaxsiy fikrim. Nimaga desangiz, ko'plab Xitoy mashinalari, bu Xitoy mashinasini yomonlash emas. Ko'plab mashinalarida misol bachkana qilib yuborgan yoki ikki xil, uch xil rang ishlatib yuborgan, shunday hisobga shaxsan meni o'zimga yoqmaydi. Nimaga? Monitorlar katta ishlangan yoki rang tepasini misol pushti ishlab turib, manbalarni boshqacha ishlab, pastini ko'k ishlab yuborib, bir-biriga tushmaydigan nekomfortli ranglar ishlangan. Bunda bo'lsa hamma rang, hamma detal joy-joyida va sizga yoqadigan qilib ishlangan. Baribir endi jiddiy mashina, ichki saloni ham jiddiy bo'ladi. Endi orqa sidenalarini ham ko'ramiz. Qarang, avtomobilimizni endi orqa sidenasiga o'tirib oldik. Endi eng stok holatidan hisobga oladigan bo'lsak, mana bu yerda o'zini upravleniyasi bor mana. Mana bu yerga oladigan bo'lsangiz juda ham keng. Ya'ni orqada yosh bolalar yoki bironta yuk qo'ymoqchi bo'lsangiz, sizga bagajni juda ham kengaytirib beradi. Keyin yana bitta funksiyalardan eng zo'ri, misol orqaga qo'yyapsiz, siz danni yo'lga chiqib ketyapsiz. Mana buni sekin orqaga yotqisiz. Ko'ryapsizmi, qay darajada orqaga og'iydi. Keyin mana bu yerda pastakanchiklari bor. Mana bu yerga suvni qo'yasizmi yoki mana bu yerlarga monitorlarni qo'yib olib, o'zingiz bironta futbolni qo'yib qo'yib ham ketsangiz bo'laveradi-da. Tepada panorama tom bo'lsa, ichki salonlari keng, mana bu yerdan oladigan bo'lsa juda ham keng. Ya'ni avtomobilimiz biznes klass, ya'ni premium tipiga ham o'tadi. 100% men javob beraman. Avtomobilimiz haqiqiy premium segmentini avtomobilga o'tirib ko'rganingizda haydab ko'rishingiz shart emas. Avtosalonimiz Kiyolmaliqqa keling, shunchaki o'tiring, avtomobilda haqiqiy ощущениясini mashinani o'zi gapirib beradi. Mana bu yerga suvni qo'yasiz, qo'lingizlar misol moslashishi ham juda ham zo'r. Boshingizni qo'yadigan bo'lsangiz, xullas 100 marta eshitgandan 1 marta kelib avtomobilga o'tirib haqiqiy ощущенияni o'zingiz ko'rganingizga yetmaydi. Avtomobilimiz umumiy hisobda 7 ta o'rindiqqa ega. Mana bu yerlarda USB portlarigacha bor. Mana bu yerda knopchkalari bor. Bu mana bu sideniyani siljitib, o'zingizga bemalol komfortni qo'ysangiz bo'ladi. Avtomobilni men maslahat beraman, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi va avtomobilga o'tirganingizdan keyin siz diskomfort his qilmaysiz. Komfort, juda ham komfort. Misol, menga shaxsan o'zimga yoqdi. Mana bu yerga qaraydigan bo'lsangiz, kolonkalari ham Bose audio sistemasida. Bose bilsangiz, ancha sifatli avtomobillarga qo'yiladi va Kia'ning asosiy hamkorlaridan biri hisoblanadi. Kia K5 yoki boshqa avtomobillarga hisoblasangiz, ularda ham Bose ishlatilgan. K8 avtomobillarimizda yoki Carnivallarda eng fullariga o'tadigan bo'lsangiz, ya'ni High Limousine versiyalariga o'tadigan bo'lsangiz, Meridian bo'ladi yoki K9larda. Lekin Meridian bilan buni adashtirmaslik kerak. Bose avtomobilda aynan Kia'ga qo'yilgan, ashyoynasi zo'r, muzika juda ham zo'r eshitiladi, baslarni zo'r chiqarib beradi. Men maslahat beraman, bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi. Даже bularda monitorlarida bitta ma'lumotni aytib o'taman. Kia'ning monitorlari yoki Mercedes juda ham ko'plab kompaniyalarda monitorlari oddiy kompaniyadan chiqmaydi. Samsung kompaniyasi monitorlarga ishlab beradi. Ya'ni qizib ketmaydi, nagruzkani ko'taradi. Samsungchilar kommentariyada qanaqa model ishlatishingizni yozib qoling. Avtomobilda hatto даже monitorlarigacha sifatli avtomobil baribir bilintirib qo'yadi. Monitori ham haqiqiy shishadan, misol ichlarini oladigan bo'lsa, super AMOLED, ishlashlari yumshoq bo'ladigan bo'lsa, avtomobilda shunisidan ham bilsangiz bo'ladi. Men nomi chiqmagan kompaniyani aytmayman. Oddiy audio sistemasi Bose, monitorlar Samsung kompaniyasi ishlab beradi va ko'jalari ham juda ham sifatli, perforatsion qilib ishlangan. Bu sizenalar hidlanib ketmaydi yoki xunigi chiqib yorilib ketmaydi. Xudo xolasa. Endi avvalambor boshida aytib o'tganimdek, siz molda qanaqa avaylashingiz o'zingizga bog'liq bo'ladi. Misol, avtomobilda vaqtida moyini qo'yib, benzinini vaqtida yaxshisini qo'yib, ichki salonlarini chiroyli qilib olib yuradigan bo'lsangiz, mashina kami sizga 10 yildan oshiq diqqatmasdan xizmat qilib bera oladi.
Endi ko'pchilik mana shu Kia Sorento bo'yicha negativ fikr bildirishi mumkin. Endi u negativ fikrni oldin siz ham u fikrga qo'shilgandan ko'ra oldin sababini siz ham bitta o'rganishingizni maslahat beradi. Lekin avtomobil mendan shaxsan mani odzivimni so'raydigan bo'lsangiz, men haydab ko'rdim, tezroq ko'rdim. Avtomobilni tortishi zo'r, rasxodi shahar ichiga moslashtirilganda boshqa o'zini klassli avtomobillarga nisbatan zo'r. O'zini danli yo'llarda tutishi yoki manyovrlarda, tog'li zonalarda harakatlari ideal. Avtomobil misol 10 dan necha ball qo'yasiz deydigan bo'lsangiz, men 10 dan 10 qo'yaman. Premium segmentda bo'lsa, ichida komfort zo'r bo'lsa, sifati zo'r bo'lsa, avtomobilni baland bo'lsa, podveskasi adashmasam 27 yoki 28 sm atrofida. Bu degani O'zbekiston sharoitida yamalardan bemalol ancha-munchasiga tegib qolib yoki bironta joyda bamferga bu joy tushib qolmaydi. Xudo xolasa, mashina baland, ancha grubiy mashina. Masalan, patologidan ham yoki o'zini turishidan ham bilsangiz bo'ladi. Endi Kia Sorento haydaydigan akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi va kommentariyada Kia Sorentoda aybini yozib ketinglar. Sizlardan bu iltimos. Avtomobilda to'g'risi men aybini bilmadim. Shunga men o'zim uchun bilib olaman. Hammalarda kommentariyada o'zlaring fikrlarini kutib qolamiz. Endi avtomobilda orqa bagaj sistemalarini bitta ko'ramiz. Avtomobilimiz orqa ko'rinishiga ahamiyat beradigan bo'lsak, Sorento yozig'lari bor va aytib o'tganimizdek, bu avtomobilimiz 4X bemalol to'ralar g'ildiraydan harakatlana oladi. Ya'ni misol bu 4X qanaqani anglatadi? Ya'ni shahar ichida yuradigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda misol uchun ikkita oldi g'ildirak tortib turib, o'zi avtomatik tarzda nagruska joyi keladigan bo'lsa, orqasini qo'shadi. Shunaqa funksiyalari bor. Bundan tashqari ko'plab funksiyalar bor. Ularni ham iloji boricha men tushuntirib beraman. Boshqa videolarimizda ko'rsangiz bo'ladi. 360 gradus kameralari, bu yoqdan orqa Broadway oynaniki hisoblanadi. Mana shu bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana bitlarida yonadiganlar qo'yilgan stoplerlar va orqasiga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu ham restyling bo'lgan, ya'ni eskisida bunaqa bo'lmagan, отдельный bo'lgan. Ko'rganlar biladi va bunda ham o'zgarish bor. Men asosan bu mashinani Rolls-Royce Calina'ga o'xshataman. Ya'ni katta, to'rtburchi, sifati zo'r, yumshoq yuradi va eng muhimi xohlagan segmentingizda avtomobil tushib ketadi. Off-road deysizmi, premium segment deysizmi yoki o'zingizga alohida obro' sotib olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu avtomobilni xarid qilib olishingizni maslahat beraman. Endi hammani qiziqtirgan joyiga keldik. Ya'ni Kia Sorento avtomobilini Kia Olmaliq avtosalonidan boshlang'ich 30% to'lagan holatda avtokreditga bemalol xarid qilib olsangiz bo'ladi. Rasrochkalarimiz ham hozircha planda bor, ular ham chiqaziladi, lekin avtomobilimiz soni kamligini hisobiga hozircha foizsiz rasrochkaga chiqazilmayapti. Avtokreditga kelib bemalol boshlang'ich to'lov 30% bilan xarid qilib olsangiz bo'ladi. Men sizga bitta taklif beraman, ancha-munchasi bu taklifni bera olmayman. Avtomobilni xarid qilib olasiz, qo'shimchasiga qimmatbaho bonuslar qo'shib beraman. Agar banklardan qora ro'yxatda bo'ladigan bo'lsangiz ham avtomobildan muammo yo'q, men chiqazib beraman sizga. Banklar sizga kredit bermayaptimi? Unda menga murojaat qiling, Kia'ni bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Shaxsan men o'zim bunga javob beraman. Ya'ni bizda Fincom Leasing Kia'ni o'zining kompaniyasi bor, leasing kompaniyasi bor. O'sha leasing kompaniyaga siz danlilaringizni beramiz. Ular bitta ko'rishadi, siz chaqirtirsa, suhbat qilishadi va avtomobilni 3 soat ichida bemalol xarid qilib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Banklardan qora ro'yxatda muammo yo'q, unaqasi bizda. Bemalol kelasiz, ishingizni bitkazasiz. Kia Sorento xarid qilganingizdan keyin 1+1 aksiyasini aytdim. Kia Sorento avtomobilimiz qo'yilgan, omadli barabandan o'zingizni omadingizni sining. Kia Sorento hammaga yoqadi va Kia'ni eng zo'r premium segment avtomobillarini to'liq obzorini ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, unda bizga obuna bo'ling. Va avtomobilda to'lov grafigi oylik to'lov qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini yozib qoldiring. 2 soat ichida sizga javob beramiz. Yana kommentariyada qaysi Kia avtomobilini, ya'ni modelini obzor qilishimizni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videoda aynan siz tanlagan avtomobil bo'lishi mumkin. Hammalarni Kia Olmaliq avtosalonida kutib qolamiz. To'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, pastda nomerlarni ham yozib qoldiramiz.